Dünyadagi ko'pincha davlatlarda siyosiy jinoyatchilarni o'lim jazosiga hukm qilish amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, bu masala Xitoyda yanada og'ir darajada davom qilmoqda. Xitoy hokimiyati Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarni bostirish uchun o'lim jazosini ko'plab ijro qilib kelmoqda. Uyg'ur rayonidagi Xitoy kommunist diktator tuzumudan qutulish maqsadida erkinlik uchun harakat qilayotgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilariga har xil turdagi og'ir jinoyatlarni ortib, o'lim jazosiga hukm qilib, dunyoning ko'z oldida oshkora va maxfiy holda qurol bilan etib ijro qilmoqda. Mana shulardan biri Hamid Davud o'lim jazosiga hukm qilinib, Xitoy soqchilari tomonidan qurol bilan etib ijro qilingan yoshlarning biri. Hamid Davud 1960-yili Xotan viloyatining Gumanayasida tijoratchi oilada dunyoga kelgan. 1982-yildan boshlab Xitoyning o'lkalarida tijorat kasbi bilan shug'ullangan. Xitoy zulmidan qochib, Xitoy o'lkalariga kelgan Uyg'ur yoshlarini himoya ostiga elib panohlik bergan. Moddiy va ma'naviy jihatdan yor yo'lakda bo'lgan Hamid Davud 2000-yili 11-oyning 16-kuni Lanju shahrida Xitoy soqchilari tomonidan qo'lga olingan. 2002-yili 7-oyning 18-kuni Gumanayalik o'tir sud mahkamasi Hamid Davudga ochiq sud ichib, milliy bo'lgunchilik harakati bilan shug'ullangan, vatanni parchalashga uringan, yoshlarni g'azot harakati elib berishga yetaklagan degandek jinoyatlarni ortib, o'limga hukm qilingan hamda shu kuni qurol bilan etib ijro qilgan. Hamid Davudning jasadi oilasiga bermagan. Ailasi jasadini qaytarib berishini talab qilganda, janoza namoziga sirtdan odam qatnashtirmaslik, janoza namozini faqat urug' tuqqanlarla o'qish sharti bilan jasadni bergan. Hamda Xitoy soqchilari nazorat qilib, sirtdan janoza namoziga kelganlarni to'sib qatnashtirmagan. Marhum Hamid Davudning jasadi dafn qilingandan keyin Xitoy soqchilari qabri beshida 3 oy nazoratchilik qilib, ziyoratga kelganlarni yaqin yo'latmagan. İgilinishicha, Hamid Davudning advokat tutib o'zini oqlashiga Xitoy sudchilari fursat bermagan. Sharqiy Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqashapandi bu vaqtdagi bayonotida nima uchun butun dunyoning, bo'libmi musulmon dunyosining Xitoyning vahshiyligiga ko'z yumishini qattiq ayblaydiganligini bildirdi. Qarqashapandi mundaq dedi: Nima uchun butun dunyo, bo'libmi turk dunyosi Xitoyning bir millatni, bir xalqni yo'qotishdek pastkash urinishiga sukut qiladi. ئەنگىلىيە پارلامېنتىدىكى bir komitet tەرىپىدىن tayyorlangan dokladda bir qism ئەنگىلىيە şirkەtlىرىنىڭ Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur mەجبۇرىي ئەمگىكىگە qatnashqan bo'lishi mumkinligi o'tirg'a qo'yilgan. Savdo dunyosi energiya va sanoat strategiyasi komitetining dokladida şirketlarning ta'minlash zanjirining oshkor emasligi, hukumatning ba'zi xatoliklarni sodir qilganligi ta'kidlandi. ئەنگىلىيە parlament a'zolari moda, parcha setish, axborot va texnika shirkatlarining buningga sherik bo'lishi mumkinligini, buni o'zgartmagan shirkatlarning jarimona va qora tizimlikka kiradigan payt kelganligini ta'kidladi. Mazkur dokladda mundaq deyildi: Bu shirkatlar yanala ularning ta'minlash zanjirida majburiy emgakning yo'qligiga kafolatlik qila olmay qoldi. Vakillar o'zlarining Sharqiy Turkiston bilan munosabati yo'qligini isbotlay olmaydigan shirkatlarga embargo yurgizish kerakligini o'tirib qo'ydi. ئامېرىكا texnika şirketi ئالما şirketining Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning mەجبۇرىي ئەمگىكىدىن naf olganlik uchun Xitoyning kamera va zapchas bilan ta'minlovchi o film guruhi bilan bo'lgan to'xtamni bekor qilganligi o'tirg'a qo'yildi. Bloombergning xabar qilishicha, ئالما şirketi o film guruhi bilan bo'lgan to'xtamni bekor qilgan bo'lib, mazkur shirkat mەجبۇرىي ئەمgak bilan shug'ullanganligi uchun 2020-yili 7-oyda Amerika hukumati tomonidan jazo tizimligiga kirgizilgan. Shvetsiyadagi kiyim-kechak shirkati H&M 2020-yili 9-oyda Uyg'urlarning mەجبۇرىي ئەمگىكى sababidan Sharqiy Turkiston rayonidagi paxta ta'minlashni to'xtatgan edi. Avstraliya strategik siyosat instituti 2020-yili 2-oyda e'lon qilgan dokladida Xitoyning 2017-yildan 2019-yilgacha 80 mingdan ortiq Uyg'urni zavodlarga ishlashga avatganligi oshkorlandi. Amerika Xitoyning Hong Kongda yo'lga qo'ygan yangi islohoti sababli 24 yuqori darajalik amaldorga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika Biden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan suhbatidan sal burun Xitoyga qaratilgan jazo tizimlikka yana 24 amaldor qo'shildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Xitoyning Hong Kongda yo'lga qo'ygan islohotining demokratiya va saylam sistemasiga ziyon solganligi o'tirg'a qo'yilgan.
Jazoda Hong Kong davlat bexatarlik tarmoqlari, Hong Kong bexatarligini qo'g'dash ishxonasi va Xitoy davlat kengashining Hong Kong va Makao ishlari ishxonasidan jami 24 amaldor nishon qilingan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Amerika bilan Yaponiyani Xitoyning tashqi siyosatiga zaharxandchilik bilan hujum qildi, Xitoyning ichki ishlariga aralashdi deb ayblagan. Xabar qilinishicha, Yaponiya, Koreya va Hindiston ziyoratiga chiqqan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin 16 mart kuni Yaponiya bosh vaziri va Yaponiya davlat mudofaa ministri bilan ko'rishgandan keyin ular demokratiya va kishilik huquqning og'ir xirisga uchrayotganligi, Xitoydan kelayotgan tahdidga birlikda taqobil turishning zarurligi haqida bir fikrga kelgan va birlashma bayonot e'lon qilgan. Bu bayonotda Yaponiya tarafdan Tayvanning tahdidga uchrayotganligi, Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligi, Xitoyning Janubiy dengizdagi ig'vogarchilik qatorliq masalalardan andisha qilayotganligi bildirilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Amerika bilan Yaponiyaning demokratiya va kishilik huquq masalasida birlikka kelib, Xitoyga qarshi birlik saf tuzishi Xitoyni nihoyatda biya'ram qilgan.